Suriya hukumat rahbari bilan Rossiya hukumat rahbari uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu haqida fikrlaringizni bildirsangiz, ya'ni oldingi sobiq Suriya rahbari o'zi Rossiyada qochqin bo'lib ushlanib turibdi bu yerda. Vaziyat qanday? Nima uchun tashrif buyurdi? Bu yerda endi ochig'ini aytganda bu aslida Suriya prezidenti Ahmad Ashara mana shu Arab davlatlari ligasi, ya'ni Arab davlatlari va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi sammit bo'lib o'tishi kerak edi 15-oktyabr kuni. Va bu sammit o'sha Yaqin Sharq masalasiga bag'ishlangan. Ya'ni Isroil-Falastin o'rtasidagi tinchlik kelishuvlariga bag'ishlangan Sharm ash-Shayxdagi muzokaralar sababli Vladimir Putinning tashabbusi bilan sammit qoldirildi. Chunki mana shu sammit tufayli juda ko'plab mamlakatlar rahbarlari Rossiya Arab davlatlari sammitida ishtirok etmasligi masalasi kun tartibiga chiqqandi. Shuning uchun Putin mana shu uchrashuvni kechroq muddatga qoldirish tashabbusini ilgari surdi. Va bu yerda endi hozirgi paytda ayrim arab davlatlari rahbarlari baribir o'sha tashrifini bekor qilgani yo'q. Ahmad Ashara bilan Rossiya prezidentining kelishuvlari oldindan belgilangani uchun Ahmad Ashara tashrif buyurdi Rossiyaga. Bu yerda bir necha masalalar muhokama qilindi. Ularning birinchisi Suriyani qayta tiklash masalasida Rossiya qanchalik ishtirok eta oladi? Va ikkinchi masala Rossiyaning Xmeymimdagi harbiy havo bazasi yoki Latakiyadagi harbiy dengiz flotini saqlab qolish imkoniyatlari va uchinchi masala Suriyaning avvalgi lider yoki diktatori Bashar Asadni Suriyaga topshirish masalasi ustuvor masalalardan bo'ldi. Va aytish kerakki, bu yerda mening nazarimda Bashar Asad masalasida Rossiya yon bermaydi. Chunki Bashar Asad bu Moskvaga juda katta mablag' yuborgan. Menimcha bu mablag'lardan Rossiya hatto shu Ukraina urushida foydalanayotgan, manfaat ko'rayotgan bo'lishi mumkin va shuning uchun albatta mana shu o'zining ahdiga menimcha vafo qiladi. Va boshqa tomondan albatta o'sha Rossiyaning Xmeymim va Latakiyadagi harbiy bazalari saqlanib qolishi Rossiyaning keyinchalik o'sha Yaqin Sharq va Afrika qit'asidagi harbiy operatsiyalari uchun juda ham muhim logistika markazi hisoblanadi. Va shu nuqtai nazardan bu bazaning saqlanib qolishi Suriya uchun ham manfaatli. Albatta Suriya ham bu yerda tashqi kuchlarning muvozanatini saqlab qolish uchun harakat qiladi. Chunki bu yoqda Suriya tomonidan kechirasiz, Isroil tomonidan juda katta xatar bor. Uning hududiy yaxlitligiga, suverenitetiga yoki mana albatta Ahmad Ashara ham, Turkiyani ham albatta bu yerdagi ta'sir doirasi butkul oshib ketishini olamaydi. Demakki, bu yerda balans kerak. Shuning uchun u baribir hali muzokaralar natijalari haqida xabar berilmagan bo'lsa-da, men ochiq aytamanki, Suriya hukumati Rossiyaning bazalari saqlanib qolishidan manfaatdor. Va buning evaziga Rossiya Suriyani qayta tiklash ishlarida faol ishtirok etadi. Suriyani elektr energiyasi ta'minotida Rossiyaning ishtiroki doimo yuqori bo'lgan va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Ya'ni o'sha bu yerdagi energiya ta'minoti, ya'ni elektr energiyani aholini elektr energiya bilan ta'minlash masalasida Rossiya mutaxassislari juda katta yordam ko'rsatgan va hozir ham ko'rsatmoqda. Va mana shu bir necha yillik fuqarolar urushi natijasida mana shu 10 yildan oshiq davom etgan harbiy ichki to'qnashuvlar natijasida Suriya butkul vayron bo'lgan. Va uni tiklashda masalan Rossiyaning o'rni katta bo'lishi mumkin. Menimcha mana shu loyihalar, ya'ni qayta tiklash ishlarida Rossiyaning ishtiroki qancha bo'ladi, Rossiya qancha miqdorda sarmoya kiritadi, mana shu masalalar Bashar Asadni topshirishdan ko'ra mana shu savdo iqtisodiy masalalar va harbiy masalalar ikki mamlakat o'rtasidagi muzokaralarda asosiy
birinchi raqamli mavzu bo'lgan.